Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Türmə xatirləri Məhbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Mən yenila nazoratda. 2014-yil martning 10 kuni. Təftişlər deloni jamoat amonat pulini qonunsiz egilash deb bekitgan bo'ldi. Shu kunlarda so'roqchilarning silikib qilishidan sirni tushungan bo'ldim. Atalmış cinayetim iqtisodiy jinoyat bo'lib bekitilibdi. Təftişlər meni jamoat amonat pulini qonunsiz egilash jinoyati bilan ayblaydi ekan. Aslida yo'q jinoyatimning ismi yana o'zgaribdi. Təftişdən kelgan ikki cho'kan shuni uqtirib qo'yib ketdi. Burun qo'lga olgandimi atalmış jinoyatimni iqtisodiy jinoyat deb qo'yib, so'roqni izchil yana shu Turkiyadan nemish qaytib kelding? Seni Amerikadan kim avatdi? Ana til yaslisi qurishdagi maqsading nima? degan shaklda davomlashgan bo'lg'achqa, bu qitimmo ishonmadim. Ammo so'roqchilar shundan keyin faqatla yo'qab ketdi. So'roqchilar kelmas bo'lgan bilan taftishlar to'xtamay kelib, shirkat va sheriklarim haqida savol so'rashga boshladi. Martning oxiri bo'lsa kerak, taftishdan o'ttir yosh bir ayol keldi. So'raydiganni so'rab bo'lgandan keyin sizga rostini desam, jinoyat deb bekitgudek hech narsa yo'q ekan. Ammo bizning sizni davomli izlashimiz, sizning ziyonkashlikka uchrab qolmasligingiz uchun bo'lmasa, so'roqchining deganlari bo'yicha bekitishga to'g'ri keladi, dedi. Jinoyat deb bekitgudek ish yo'q shu. Undaq bo'lgandikin, gunohsiz deb deloni saqchiga qaytarib atsanglar bo'lmamdi, dedim sal ochiqlab. Kim bizni qaytarmadi deydi? Paket aniq emas, to'liq emas deb 3 qatim qaytarib atdik. Ammo bizdimi amal yo'q. Bu degan avtonom rayonlik siyosiy qonun komiteti bevosita aralashgan deylo. Biznimi to'g'ri tushuning, deb asta o'rnidan turdi taftish ayol. Siyosiy jinoyatchi emasligim martning oxirida oydin bo'lgan bo'lsa kerak. Menga bir advokat keladiganligi uqtirildi. Xatarlik emasligim aniq bo'lganlikdan bo'ldimi qandaq? Uyg'ur gundupaylar menga ancha muncha uyg'urcha gap qilishdan o'zini qochirmas bo'ldi. Bir kuni gundupay ismimni chaqirdi. Menga buyurilgan advokat kepti. Hayajon bilan chiqdim. Ammo shuncha hayajonli qarashlarim advokatning so'g'uq beqishlari bilan pastgo'yga tushdi. Yana shu men to'la kirgan so'roqxona. Faqatla qafasning ichiga solanmadim. Advokat o'ltirgan shiraning uduliga qo'yilgan bir o'rindiqqa o'ltirdim. Hayron qolarlik yeri, u xuddi mening diloyimni o'qimagandekla, barni bar, yo'qni yo'q deb boshdan so'zlang, zodi nim bo'lgan edi, deydi. Qarasam, mening barliq dilo daftarimni tizib qo'yibdi. Sanab baqsam, har biri 200 necha betdan 12 daftar ekan. Shirada o'ltirgan bechora advokat ikki yiniga qator qilib tizilgan dilo daftari orasiga cho'kibla qapti. Advokatdan Dilyor va Mehmet Sidiqning ahvolini so'rgan bo'lsammi, beshimizdagi kamerani ishorat qilib zuvan surmadi. Menmu ortiq gapga javob bermay, onamning ahvolini, ayolimning va qarindoshlarimning ahvolini so'radim. Men sabablik oilamizdan va do'stlardan hech biri tutilmabdi. Chet el tili markazim taqilib, yasli pechatlanibdi. Advokat ikkinchi qitim kelganda ikki qizimning rasmini olg'ach kepti. Delo daftarini ko'rsatgan bo'lib, mundaqlab bir qarashga yo'l qo'ydi. U delo daftarini yopganda xuddi qizlarimni beri qo'limdan tortib olgandek, quchoqlarimdan yulib olgandek bearam bo'ldim. Bearamliqim chiroyimga chiqib qizirib ketgan bo'lsam kerak, advokat o'ziningmi amalsizligini ta'kidladi. Men mahbuslarning advokati bilan ko'rishganda rasmlarni, tamoqlarni va tatliq turumlarni ko'tirib kirganlarini anglagan edim. Shularni deb yana bir ko'rilishni talab qildim. Advokat ming qatim ikkilanib, rasmni yana bir ko'rsatdi. Birinchi qatim ko'zlarim yoshlanib, tuzuk ko'rolmagan edim. Qarasam, masudam o'sib bo'y tortibdi. Uyg'ur yamu tamtilab mangandek qiladi. Ağacısının yenida qo'lini tutib turdi. To'kilib ketmay, o'zimni tutib qarg'anim uchunmi, advokat jiddiylashmay uzoqroq ko'rgili qo'ydi. Masudaning chiroyi turgun edi. Uning ko'zlaridan bir narsaga qoyil bo'lmayotganligi chiqib turadi.
Balkim onasi undaqdir, bundaqdir deb qayta rasmga tortgan bo'lsa, bezor bo'lib qolgandi. Balkim ayolim uningga demagandi. Uyg'uriya rasmda bir narsaga umtilgandek qiladi. Balkim ayolimning qo'lidagi telefonga ko'zi tushgandi. Advokat rasmni yana yepib oldi. U rasmlarni delo daftariga qistirib ilib kirgan edi. Bechora bari yo'q 2 qatim keldi. Har qatim ko'tarib kelgan delo daftarining birini ochmay, menga uydagilarning salomatligini, akamning billa kelib eshikning oldida qolganligini deb berib ketib qoladi. Uning ima bilan bildirishicha, bolalarimning rasmidan boshqa rasmlarni ilib kirishga yo'l qo'yishmabdi. Nimishqa ijozat bilan ilib kirgan rasmni bo'lsimi tuzukroq ko'rsatmaydi? Advokatning ansirishmi ortiqcha emas ekan. U ikkinchi qitim kelganda onamga va qizlarimga chag'anda yozgan, lekin kechikka avatilmagan bir parcha xatni ilib chiqdim. Advokat bilan gapimiz tugaganda xatni onamga berib qo'yishni o'tindim, ammo u zinhor qo'shilmadi. Xatni qandoq ilib chiqqan bo'lsam, shundoq qo'ynimga silib qaytirib ketayotsam, azaldan tekshirmagan soqchi ishxonaga chaqirdi. Boshqa yerni emas, xat qistirilgan qo'ynimni aqtirgan soqchi xatni tepib oldi. U ko'zimga qarab, "Bu nima?" deb varqirdi. Men bek qo'rqibmi ketmadim. Xat ayni chog'da Gundupay bergan qamoqxona qog'oziga yozilganligi, ustiga qamoqxonadan avatiladiganligi haqida izohat bo'lganligi uchun boshqa chatoq chiqmadi. Ammo yo'shirin ilib chiqqanligim uchun bir talay ogohlantirish angladim. Demak, mening kamerdan nimani yo'shirin ilib chiqqanligim, advokatga nima deganligim hammasi bilinib turibdi. Balkim mening so'roqqa chiqish, kirish, kamerdagi qilgan atganlarimning hammasi ayrim kameraga elinib turgan bo'lsa kerak. Demak, men yanala nazorat ostida edim. Advokat kelganning yana bir foydasi shuki, boshqurish sal yumshidi. Burun so'roqqa ilib manganda Gundupaylar menga gapmu qilmaydi va koridorda uyon-buyon qarashga ruxsat qilmaydi. Amdi koridorda atrofga qarag'udek fursat bo'ldi. Aslida halol harom haqida Gundupayga leksiya so'zlab jazolangan Kamir Dilyor yotgan kamerning qarshisida ekan. Mehmet Sidiq mendin 3 kamer yiroqda qamoqliq ekan. Koridorda ketib uning yuzini g'ilpallaq ko'rib qoldim. Chochlari oqirib ketibdi. Advokat ikkinchi qitim kelib, sirtqa ilib chiqilganda, Dilyorning kulimsirab qarab turgan chiroyini ko'rdim. Uning qat'iylik chiqib turgan ko'zlari menga "Adolat hamon g'alaba qiladi" deb atqandek tuyulgan edi.